Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 21-asr sehrgari yoki oyog'i kuygan tovuq boqar. Kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, bizning zamonaviy tovuq boqar oyog'i kuygan tovuqdek kecha-yu kunduz tinmay samolyotda, trassada, yo'lda, safarda. Go'yoki u safar qilsa, xalqning omadi ochiladi. Yo yomg'ir, yo ish joyi yomg'irdek yog'iladi. Ha, eshiting do'stlarim. Bu ovoz sizning qalbingizga yetsin, chunki bu xalqning ovozi. Bizda endi yangi kasb paydo bo'ldi. Oyog'i kuygan tovuq boqar. Bu tovuq boqar kecha-yu kunduz tinmay uchadi, safar qiladi, forumga chiqish qiladi, go'yoki har safaridan xalqning qo'liga bitta omad tushadigandek. Ammo omad emas, hisobsiz qarz va hisobsiz safari tushadi xalq yelkasiga. Bu tovuq boqarning sehri shundaki, u har kuni millionlar sarflaydi. Ammo islohot qildim, yagona raqamli tizim joriy etdim deb gapiradi. Holbuki xalqning hamyoni teshik, bolaning noni haqi yetmay qolgandek. Ammo yo'q do'stlarim, xalqning omadi emas, tovuq boqarning reysi ochiladi. U bugun Samarqandda, erta Dohada, bir pasda Parijda. Bunday qarasangiz Pekinda, har joyda jiddiy uchrashuv, xalqaro sammit, innovatsion forum, lekin natija bormi? Yo'q. Ey tovuq boqar, qayerga uchyapsan? Xalq seni kutib emas, seni la'natlab kutayotganini eshitdingmi? Bu safarlar go'yo xuddi o'z hojasiga xizmat qilayotgan fohishadek. Ichida foyda yo'q, sirtida yasama tabassum. Samolyotda uxlashni kasb qilib olgan. Hojasi chaqirsa, uyda emas edim, trassada tirikchilik qilayotgandim degandek. Safar pulichi? Ha, buning hammasi xalq yelkasidagi og'riq. Har bir chipta, har bir konferensiyadagi stol, har bir qahva xalqning non haqidan. Hisob kitob yo'q, mas'uliyat yo'q, ammo safarlar soni juda ko'p. Yana bir fikr, balkim u o'z xalqidan qochayotgandir. Saroy mullalari esa jar solmoqda, qasam ichgandek. Uni duo qilinglar emish. Xalqni aldaganda duo qilinadimi? La'natlanganga duo qilinmaydi. Bir hafta ichida UNESCO sammiti o'tkazildi. Har kuni bayram, har kuni tantana, har kuni o'sha bir guruh yuzlari yorilmagan amaldorlarning faxrli sur'ati. Kimning hisobiga deb o'ylaysiz? Ha, do'stim, bu ham mardikor xalqning sho'ri. Ha, xalqning hisobiga. Mardikorning onaning nafiga ishlamaydigan reformalar hisobiga. Qatardagi sehrgarlik. Endi eshiting do'stlarim. Tovuq boqar endi faqat siyosiy figura emas, balki 21-asrning sehrgari ham bo'lib chiqdi. Qatarda turib butun boshli arab sheyxlarini hayratga soldi. Biz ishsizlikni 60% dan 16.6% ga tushirdik dedi. Shodon ovozda. Sheyxlar hayron, qanday qilib deb so'rashdi. Sehrgar javob berdi. Formula shunday: hisobni guldan yasaysan, raqamni o'zing yozasan, qolganiga xalq ishonadi. Ammo arablar ishondimi? Nahotki ularda analiz qiluvchi mutaxassis yo'q deb o'ylaysiz? Endilikda faktlarga qarang. O'zbekistonda 21.100.000 kishi ishga yaroqli. Shundan
12.660.000 kishi ishsiz bo'lgan ekan. Lekin tovuq boqar chiqib olib 10 million odamga ish bilan ta'minladim. Endi 2.600.000 kishi ishsiz qoldi deydi. Matematika yig'lab yubordi. Statistika boshini ushladi. Bu raqamlar go'yo siyosiy hokimiyatning ustidan qon joriy etilgan sehrli kitobdan olingandek. 21-asrda sehrlarlik kasbi qayta tirildi. Sehrgar tovuq boqar shaklida. Eshit, tovuq boqar. Xalq seni ko'rib qo'rqmayapti. Ular endi seni tushuna boshladi. Sen sehrgar emassan. Sen xalqning yelkasidagi og'riqsan. Bu ovozni eshitgan har bir yurak bir soniya bo'lsa ham o'zidan so'rab ko'rsin. Nega xalq och, tovuq boqar oilasi boy? Tovuqlar qoqoqlaydi. Keyin samolyot uchib ketadi. Sukunat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.